ikkinchi katta muammosi sun'iy intellektda bu shaffoflik muammosi. Shaffoflik degani biz ChatGPT qanday ishlashini, qaysi ma'lumotlarga asosan sizga bunday xulosa berayotganini bilmaysiz. Shaffof emas. Chunki sun'iy intellektlar, umuman barcha sun'iy intellektlarda bitta muammo bor, qora quti muammosi deyiladi. Sun'iy intellektlar xuddi qora qutidek ishlaydi. Siz unga faqatgina savolni berasiz, uni ichkarida bo'layotgan jarayonlarni mutlaqo bilmaysiz. Va siz deganimda nafaqat foydalanuvchilar, hattoki sun'iy intellektlar shunchalik murakkablashib ketganidan sun'iy intellektni yaratgan odamlarning o'zi ham chiqayotgan javob nimaga asoslanganini, ichida qanday jarayonlardan o'tib mana shu javob chiqib kelganini bilishmaydi. Bu juda katta muammo bo'ladi hozir. Masalan, yaratuvchilari bilmaydi. Chunki sun'iy intellekt shunchalik murakkablashib ketgan algoritmlari. Misol uchun mana ChatGPTni o'sha 3.5 versiyasini aytishadi, 175 milliard parametrlar asosida yaratilgan deyiladi-da. Bu parametrlar degani o'sha har xil parametrlar. Bu juda ham katta-da. Ya'ni 3.5 da hali. 3.5 da. Hozirgisi trillionlarga chiqib ketgan. Hozirgilari trillion parametrlar asosida fikrlaydigan sun'iy intellektda fikrlash ham albatta odamlardek emas va u qanday fikrlashini hech kim bilmaydi. Shuning uchun masalan hozir yangi sun'iy intellektlarda harakat qilishyapti. Mana DeepSeekda buni ko'rdik. ChatGPTda ham bor reasoning degan joy. Ya'ni nima uchun bunaqa xulosa berganini sizga ekranda yozib ko'rsatadi oldin. Siz savol berganingizda ekranda haligi fikrlash jarayonini sizga go'yo ko'rsatadi. Siz bunaqa savol berdingiz, ya'ni fikrlash jarayonini o'tib oxirida sizga javobni chiqarib beradi. Ya'ni bu xulosaga nega kelganini xuddi shunaqa. Lekin bu aslida faqatgina imitatsiya xolos. Uni ichida haqiqatan nima jarayon bo'layotganini baribir hech kim bilmaydi. Mana shu katta muammo bo'lyapti va hozir nimaga bunga sabab mana bu yangi modellar, mana deep learning deymiz, chuqur o'rganuvchi modellarning murakkabligi. Ya'ni bu shunchalik murakkab bo'lib ketganidan uni mana bu oxirgi natija nima uchun mana shunday chiqayotganini hech kim bilmaydi. Ya'ni bu birinchi muammo. Ikkinchisi o'sha shaffoflik deymizda, bu o'zi qaysi ma'lumotlar asosida yaratildi. Masalan, ChatGPT aytayapti, internetdagi barcha ma'lumotlar deyapti. Bu barcha ma'lumotlar bo'lgandan keyin u sizga to'g'ri keladigan, masalan, sizning qadriyatlaringizga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar ham bor. Albatta. Tabiiy. Ular ko'proq ham bo'lishi mumkin. Albatta. Keyin mana yuqorida aytdik, mana shaffoflik dedik. Bu shaffoflik yoki bo'lmasam o'sha tarafkashlik muammolari dedik. Bular qasddan qilinganlari bor. Ya'ni misol uchun ChatGPTga yoki mana Xitoydagi DeepSeekga misol uchun ko'rsak, biror marta Xitoy hukumatiga qarshi tekstlar generatsiya qilmaydi deyishadi. Masalan, Tayvan masalasi. Xuddi shunaqa. Nima uchun? Chunki bu yerda ataylabdan qasddan shu narsa qilingan. Dasturlangan, ya'ni senzura o'rnatilgan. Senzura o'rnatilgan. ChatGPT ham xuddi shunaqa, ya'ni u g'arb qadriyatlariga mos keladigan javoblarni beradi sizga. U dasturiy tomondan qilingan bu narsada. Ba'zi tarafkashlik qasddan bo'lmaydi. Ya'ni ChatGPTning o'zi bir tomonga qandaydir ma'lumotlar ko'pligi sabab og'ib ketishi mumkin. Va bu tabiiy. Bu tabiiy. Masalan, deylik, biz sizning qadriyatlaringiz bo'yicha 100 ta ma'lumot, narigi qadriyatlar bo'yicha 100 ming ta ma'lumot bo'lsa, shunaqa. O'sha qarab ketadi. Javoblar ham shunaqa qarab ketadi.